menga nasihat o'qiyapsiz. Va menga dodam bor nasihat o'qiygan, tushundingizmi? Ben $100 olib qo'ying. Nimaga bu $100 aka? Короче, ben og'aynim uylanyapti. Guvoh kerak ikkita, soxta guvoh. Ya biz soxta guvoh bo'lolmaymiz. Короче, bu bola bitta qiz bilan gaplashib yurib qo'ygan, yozaman, chizaman deyapti-da. Bir oy yashab ajrashib yuboradi-da u xotini bilan. Короче, anaqa qiling, shunda guvoh bo'lib beringlar, domla anaqa o'qish kerak nikoh. Aka mana. Nima pulni mensimayapsiz? Pulni mensimayapsiz. Hozir $100 kerak emas aka bizga. Shuncha kiyim oldim, do'ppiz bor. qamataman deyapti-da, ana qiz. Uylanmasa bo'lmaydi-da bu. Biz o'zga vaqtimiz. Baxtkeling. Aka, tushungan odamsiz. To'xtab turinglar, brat, menga nasihat o'qiyapsiz. Va menga dodam bor nasihat o'qiygan, tushundingizmi? Nima nasihat o'qib? Pul olingda guvoh bo'lib bering bo'ldi. Nima haqqi bor? Pul olsanmi bo'lasan? Nima bo'lmaydi? Pul olsanmi bo'lasan? Do'stlar, 500 xil noshul kostyum, undan tashqari paltolarning har xil turlari bor. Bularning hammasi optim narxlarda. Sizni to'yingiz bo'lyapti. Sarpa qilishingiz kerak. Kostyumni boshqa joydan, tursingni boshqa joydan, uni boshqa joydan, har xil joydan olmasdan, undan ko'ra Namangan shahrida mana shu do'kondan optim narxlarda mana kostyumni ham, tuflini ham, tursingni ham, sportivkani ham hammasini optim narxda olib ketsanglar bo'ladi. Mana sportivkalarni 110 xildan ortiq bor ekan. Ustim deding, dunyo ziynatlari yolg'on. Kurtka qalay turibdi. Undan tashqari bo'libdi. Har xil turdagi 300 xil noshu kurtkalar bor, paltolar bor, sviterlar bor, krossovkalar bor, to'plilar bor, sapoklar bor. Hammasini sizlar arzon narxda olib ketishingiz mumkin. Murojaat va profil uchun mana shu nomer, mana shu profilga aloqaga chiqasizlar. Namangan shahar Lola bozoriga kelganmiz, kuyov bolaga kelganmiz. Bu yerda 500 xil noshu kostyum bor. Va undan tashqari original mamlakat sportivkalar, kuyov chaqiruv, kelin chaqiriqqa 300 sportivkalar bor ekan.